Fitna va isyon Parijni egallab olganda, xalq birlashib o'zi uchun kurashishni boshladi. Itday o'lib ketish xavfi bo'lsa ham, olomon yig'ilib, huquqlarini talab qilishda davom etdi. Bu paytda esa xalqning farovon hayoti uchun parda ortida Arno Dorian xuddi ko'rinmas sharpadek hammasini hal qilishga erishadi. Unity bu xalq birlashishi haqidagi hikoya. Gamingga qiziqadigan har qanaqa insondan top 10 ta eng yaxshi ko'rgan o'yiningni sanab ber deb so'raydigan bo'lsangiz, shak shubhasiz o'sha ro'yxatda ichida Assassin's Creed o'yinlar seriyasi ham bo'ladi. O'yin hozirgi paytgacha umumiy 14 ta qismdan iborat. Ularning ichidan eng yaxshisi qaysi degan savolga esa hamma har xil javob beradi. Hammani o'z fokusi va haqiqati bor. Bu faktni inkor qila olmaymiz. Video nomida yozilganidek, bugun biz sizlar bilan Assassin's Creed Unity o'yini haqida gaplashamiz. Ko'pchilikning fikricha u eng yomon o'yin ekan, lekin uni maqtaydigan insonlar ham yetarlicha. Xo'sh, kim haq? Har doimgidek, bugun O'zbek YouTube'dagi eng kelishgan va eng kamtar bloger Kunduzi hamda APG loyihasi bu savolga javob topishga harakat qilamiz. Fayzimizni bersin. Assassinlar haqida ko'pchilik bilsa kerak. Ular aslida Fors arab davlatlarida birinchi bo'lib paydo bo'lgan, keyinchalik o'rta asrlarga kelib, Yevropada ularni muhim insonlarni o'ldirish uchun yollashni boshlashgan. Shu sababli ingliz tilida assassinate degan so'z paydo bo'lgan. U albatta muhim insonga nisbatan suiqasd qilinishi. Ingliz tilida yangi so'z o'rganganingiz uchun like bosib qo'ying. Shu yoqda qanaqadir ingliz tilini o'rgatadigan kurs reklamasi bo'lishi mumkin edi. Lekin yo'q. O'rta asrlar va yangi davr Fransiyasi har doim muammoli bo'lgan. Xalq qo'zg'olonga oshga yig'ilgandek yig'ilgan. Bu orada esa hukumat boshqaruvchilar orasida ham yaxshigina o'yinlar bo'lardi. Assassinlarni yollab, oldida to'sqinlik qilganlarni yo'q qilishni eng to'g'ri qaror deb o'ylashardi oq suyaklar. Unity aynan o'sha davr haqida. O'yindagi vizual, NPC'lar sizda xuddi qo'zg'olonlarga to'lgan Parij ko'chalarida haqiqatdan bo'lgandek taassurot qoldiradi. Undan tashqari Unity eng oxirgi haqiqiy Assassin's Creed seriyasi. Undan keyin o'yin ijodkorlari o'z xayollariga keragidan ko'p erkinlik berib borishadi. Siz hikoyada Arno Dorian ismli personaj sifatida o'ynaysiz. Arno video o'yinlar olamidagi eng matonatli personajlardan biri. 8 yoshida otasini o'ldirib ketishganidan keyin uni Missiya de la Serre asrab oladi va farzandidek katta qiladi. Arno endi katta hayot va mas'uliyat nimaligini tushunib yetayotganda Missiya de la Serrega ham suiqasd qilishadi. Arnoni esa qotil deb o'ylab qamashadi. Qamoqxona Arnoning hayotida katta burilishlarga sababchi bo'ladi, chunki u yerda Arno otasining do'sti Pierre Belek bilan tanishadi. Belek Arnoning otasi assassin bo'lganini va u ham shu yo'ldan ketish kerakligini aytib, unga assassinlar orasiga qo'shilishga yordam beradi. Undan tashqari u de la Serre va uning qizi Elis Templier ekanligi haqida bilib qoladi. Arno va Elis orasida ishqiy munosabatlar bor edi, lekin ularni bir-biriga raqib tomonda ekanliklari to'sqinlik qilishni boshlaydi. Arno Missiya de la Serreni kim o'ldirganini aniqlash uchun o'zi ishga kirishadi. Bu ishning ortidan tushib, u juda ko'plab sirlarni bilib qoladi. De la Serrening o'limida assassinlarning qo'li yo'q. Bu Templierlar orasidagi fitna. O'zi o'sha vaqtda bunaqa fitnalar faqat Templierlar orasida emas, assassinlar orasida ham ko'paygan edi. Kimga ishonishini ham bilmaysan bu hayotda bor, to'g'risi. Shunday qiyin paytda Arno Dorianning hayotidagi eng og'ir kunlardan biri keladi. U o'zining 3-otasidan ham ayrilishga majbur. Nimaga majbur? Chunki u o'zi o'ldirishi kerak edi. Birinchi marta o'zini biologik otasidan ayriladi, ikkinchi marta ota sifatida tarbiya qilgan insonga nisbatan suiqasd qilishadi. Mana endi esa 3-marta ota sifatida va yetuk assassin bo'lishiga turtki bergan insonni o'z qo'li bilan o'ldirishi kerak edi. Pierre Belek assassinlar kengashiga qarshi chiqib, ularning hammasini yo'q qilishga kirishadi, lekin Arno qarshilik qilib Belekni o'ldiradi. Bu qilgan qat'iyatli ishi bilan u haqiqiy assassin ekanligini isbotlaydi. Arno assassinlar ravnaqi uchun hattoki eng yaqin insonni ham yo'ldan olib tashlashga tayyor. Oradan vaqt o'tishi bilan Arnoni ham assassinlar orasidan haydashadi, chunki Arno
kengash bilan maslahatlashmasdan faqat o'zi to'g'ri deb bilgan ishlarni qiladi. Bundan kengashi jahli chiqib, uni ordenini olib qo'yishadi. Arno ordenidan ayrilgan bo'lsa ham o'z harakatlarini to'xtatmaydi. U Fransiyadagi isyonlarning va Deleserrening o'limi ortida kim turganini topadi. Bu qabih kimsa François Thomas Germain. Menimcha to'g'ri o'qidim. Germain deyuramiz shu akani. Xullas shu Germain aka Tamplierlar anchadan beri izlayotgan artefakt Sword of Edenga egalik qiladi. U qilich insonga g'ayritabiiy kuch beradi. Qilichga egalik qilgan inson ongni boshqarish, kuchli manipulyatsiya va katta jasoratga ega bo'ladi. Germain o'zining radikal tozalash rejasi amalga oshishiga aynan shu qilichning kuchi bilan erishayotgan edi. Garchi Arno assassinlar orasidan haydalgan bo'lsa ham, missiya Deleserre va sevgilisi Elis uchun Germainni yo'q qilishga kirishadi. Tamplier Elis va sobiq assassin Arno birlashib Germainni o'ldirishadi va Fransiyaga yana tinchlik, barqarorlik, musaffo osmon qaytadi. Lekin Germain bilan jangda Arnoning sevgisi Elis ham vafot etadi. Bechara Arno. Har bir Assassin's Creed seriyasining nomi bor albatta va shaxsan bizning fikrimizcha Unity eng ideal tanlangan nom. Nimaga? Chunki Unity so'zi birdamlik va ahillikni anglatadi va bu nimaga ideal nomligiga 3 ta sabab bor. Xuddi Arnoning otasiga o'xshab. Birinchisi aynan shu qismidan boshlab Tamplierlar shunchaki g'alamisliklar qiladigan tashkilot emas, ularda ham aniq sabab va ichki fitnalar ko'p ekanini ko'rsatib berishgan. Unitydan keyin chiqqan hamma seriyalarda Tamplierlarga ko'proq e'tibor berishni boshlashadi. Unityda siz aynan Tamplier bilan birlashib, asosiy millat dushmanini yo'q qilishga kirishasiz. Unity Fransiya aholisi erkinlik, tenglik va birodarlik shiorlari asosida birlashib, o'z huquqlari uchun kurashayotgan davrlarni tasvirlab bergan va bu ikkinchi sabab. Undan tashqari eng mashhur sabablardan biri bu seriyada onlayn 4 kishigacha birgalikda o'ynab, turli xil syujetdan tashqaridagi missiyalarni bajarish mumkin. 2014-yil Ubisoft Assassin's Creed muxlislariga juda ham ko'p narsani va'da qilgan edi. Yangi avlod grafika va animatsiyasi, katta ochiq olam, o'z xarakteriga ega kutilmagan ishlarni qiladigan NPC'lar, 18-asr Fransiyasining video o'yinda qayta tirilishi, yangicha parkur. Lekin o'yin reliz qilinganda esa o'yin rostdan ham qaysidir ma'noda Assassin's Creed seriyasidagi yangi avlodidir, lekin dasturchilar buni oxirigacha yetkazib ishlashmaganmi yoki chiqishidan oldin yaxshilab tekshirishmaganmi? Unity uchun Ubisoft'dagilar yangi dvijok Anvil Next 2.0 ni yaratishgan. Chunki 2014-yilga kelib video o'yinlar yana bitta yangi darajaga chiqqan edi. Yuqori grafika va aqlli NPC'larga to'lgan Unity'ni eski dvijok ko'tara olmasligi aniq edi. Ubisoft esa eski dvijokni update qilmasdan, yangitdan noldan yangi dvijok yaratishgan. Yangi dvijokda yozilgan kodlarni tekshirish esa ko'p vaqt oladi, chunki uni eski dvijok bilan bir xil yo'lda test qilib bo'lmaydi. Chunki u boshqacha dvijok. Unity'ni qisqa qilib aytganda, relizdan oldin yaxshilab test qilishmagan balki. Lekin buni dasturchilar umuman tan olishmaydi. Garchi ularda relizni surish imkoniyati bo'lsa ham, ular o'sha vaqtiga ulgurili deadline ga tezroq deb tapir-tupur qilib drop qilib chiqarib yorishgan va shuncha mehnat bir ting bo'lgan 2010-yildan beri ishlashardi. 4 yil qilingan mehnat, takoy. Salom alaykum. Yana bir necha oy ishlashganda va yaxshilab test qilishganda natija ancha ijobiyroq bo'lardi balki. Va meni fikrimcha, mana shu Unity'ni misolida Rockstar ham o'zini GTA'sini kechiktiryapti. Ya'ni o'sha yozishda ham rasman biz ideal o'yin chiqarmoqchimiz, qachon tayyor bo'lsa o'shanda chiqadi. Shuning uchun reliz muddatini suramiz. Garchi bu bizga $60 million zarar bo'lsa ham deyishdi. Ya'ni ko'rasizlar, mana Unity yaxshi o'rnak bo'lgan hammaga. O'yinni PK da o'ynayotganlarda FPS tushib ketishiga esa Ubisoft rasmiylari biz sizlarga 100 FPS ni ham bera olardik, lekin o'yin ichidagi NPC'lar shunchaki grafik emas, ular sun'iy intellekt. Shuning uchun ham 30 FPS bera olamiz xolos deb javob berishgan. Da bir tarafdan bu yaxshi, lekin agar shunaqa yuqori texnologik narsa xohlashgan ekan, undan to'liq kayf qilishimizni ham ta'minlashlari kerak edi menimcha. Xullas Ubisoft o'sha paytlari hammani qoyil qoldirmoqchi edi-yu, lekin buni eplay olmadi. Unity qaytanga ularni
kulgiga qoldirdi. Unity'ning narxi reliz qilingan vaqtida $60 edi va $15 qimmatroqqa uning deluxe versiyasini olish mumkin bo'lgan. Lekin Ubisoft gamerlar oldida o'z gunohini yuvish uchun deluxe versiyani tekinga berdi. Deluxe versiya ichiga yanada ko'proq missiyalar va qo'shimcha Saint-Denis shahrida bo'ladigan hikoyalarni oladi. Undan tashqari yana bir qancha patchlar va update'lar tekinga taqdim qilindi. Hammasi gamerlar Ubisoftni kechirishi uchun. Agar Assassin's Creed franshizasiga umuman qiziqmaydigan va tushunmaydigan odamni kompyuter yoki PlayStation oldiga olib kelib qo'yib bersangiz, bu o'yin 11 yil oldin chiqqaniga u ishonmaydi, chunki undagi grafikasi, gameplaylar, NPClar o'zini qanaqa tutishi rostdan ham yaxshi ishlangan eski o'yin emas-da, yaqinda chiqqan deb o'ylaydi ko'rgan odam. Unity'ni o'ynab tugatgach, siz o'sha davrdagi Parijni va uning ichida yashaydigan qoni qaynoq aholini his qilib turasiz. Mana nima uchun video o'yin o'ynash kerak. Shu orqali siz tarixga qiziqishingiz mumkin, tarixni o'rganib olasiz. Shaxsan men o'sha 2010-yillarning boshida Assassin's Creed o'ynab tarixga qiziqqanman, PS o'ynab geografiyani o'rganganman. Ko'p aytganman bu narsani, chunki PS 2012, 11, 13larda kartada ko'rsatib turadi har bitta davlat, har bitta shaharda. O'yinlar sizni aqlli qilishi mumkin agar yaxshi o'yin bo'lsa. O'yin 18-asrdagi Fransiyani shunchaki virtual olamda qaytadan jonlantirgan. Bu ish ustida 4 yildan ortiq Ubisoftning umumiy 10 ta studiyasi ish olib borgan. Ularni qilgan qattiq harakati va mehnatidan afsuski o'yin chiqishi bilan o'ynab ko'rganlar zavqlana olishmagan. O'yin fizikasi va undagi soyalarni jonli qilish uchun Anvil Next 2.0 dvijokiga yangi texnologiyalar o'rnatildi. Undan tashqari dizaynerlar har bir kichik detallarga ham alohida ahamiyat berishdi. Ochiq olamni yanada erkin qilish uchun kartada yopiq binolar kam, ba'zilar yopiq, lekin siz qulf buzish skillni sotib olgan bo'lsangiz, ularni ham ko'piga kira olasiz. Ya'ni juda ko'p joylarga kira olasiz. Shaharni jonli qilish va 18-asrdagi Parijni to'liq his qilishingiz uchun bir vaqtning o'zida Arnon atrofida 1000 dan ortiq NPClar paydo bo'lishi mumkin. Ularni hammasi AI bilan ishlagani uchun shunchaki mantiqsiz harakat qilmaydi. Bir-biri bilan urushadi yoki Templier askar NPClar oddiy aholidan pul tortmoqchi bo'ladi, yana qattandir yig'ilib miting qilayotgan bo'lishadi. Xullas, haqiqiy xaosga guvoh bo'lasiz. Dizaynerlar Parijni chizish uchun 150 dan ortiq tarixiy xaritalarni, 18-asr Parijini tasvirlaydigan ko'plab kitoblarni, gazetalarni o'rganib chiqishdi. Grafik direktor Muhammad Gambus xaritadagi uylardan tutun chiqib turishini juda muhim deb izoh bergan. Rostdan ham bu shaharda hayot borligini, kimdir o'sha bino ichida o'z hayoti uchun kurashayotganini tasvirlaydi. Xaritada juda ko'plab muhim tarixiy binolar bor. Louvre, Bastille, Notre Dame, Versal. Albatta dizaynerlarning eng asosiy maqsadlaridan biri aynan shu binolarni maksimal darajada real hayotdagidek chizish edi. Har bir binoni chizishda dizaynerlar bilan birga arxitektorlar va kuchli tarixchilar ishlagan. Ayniqsa Notre Dame'ni yaratish muammolarni keltirib chiqargan. Chunki bu topshiriqni olgan artist Caroline Muse umrida biror marta ham Notre Dame'da bo'lmagan edi va u tarixiy yoki internetdagi rasmlarga tayanib chizishga majbur. Qizig'i, Caroline proyektni tugatgandan keyin borgan Notre Dame'ga. Bilmadim, balki loyihani olishi bilan borib kelgani yaxshi bo'larmidi? Undan tashqari asosiy muammo Notre Dame'ning ichki qismini bir xil qilib chizishga Fransiya hukumatı ruxsat bermagan. Bunga sabab esa Notre Dame'ning ichki qismidagi haykallar, bezak, mozaikali oynalarning ko'pchiligi mualliflik huquqlari bilan himoyalangan. Shuning uchun ba'zi joylarda Caroline Muse o'zi ijod qilishiga to'g'ri kelgan. Proyektni tugatgandan keyin Caroline Notre Dame'ga tashrif buyurdi va o'z ishidan ko'ngli to'lganini ma'lum qildi. 2019-yilda Notre Dame'da bo'lgan yong'indan keyin uni qayta tiklashda aynan Ubisoftning nusxasidan foydalanishayotgani haqidagi mishmishlar tarqaldi, lekin bu aniq tasdiqlangan fakt emas. Notre Dame yong'inidan keyin esa Ubisoft Assassin's Creed Unity'ni bir hafta tekinga tarqatdi. Bundan maqsad barchaga Notre Dame'ning qanchalik go'zal bo'lganini ko'rish imkonini berish edi. Agar o'yin yangi chiqqandagi muammoga og'ir grafika va animatsiyani sababchi deb beradigan bo'lsa, bu aniq javob bo'la olmaydi, chunki Ubisoft'dagilarning aytishicha test vaqtida bunaqa buglar bo'lmagan. Bunga sabab yangi texnikalarni to'liq o'rganib chiqmaslikda bo'lishi mumkin. Unity chiqqan payt PlayStation 4, Xbox One, GeForce GTX 970 va 980 yangi chiqqan edi. Ubisoft balki ularni to'liq o'rganib chiqmagandir.
Assassin's Creed Unity eng yaxshi seriyalardan biri deb qo'rqmasdan aytish mumkin. Shu ssenariyni yozish uchun yana bir marta qaytadan o'ynab ko'rdik va bunga o'zimiz ham amin bo'ldik. O'yin xaritasi oldingi seriyalarga qaraganda ancha katta masshtabga ega. O'yinda Parijni birga bir ko'lamda qaytadan yaratishgan. Uni shunchaki yaratmasdan aynan 17-asr oxiri, 18-asr boshlaridagidek ishlashgani haqiqatan ham insonda wow effektni beradi. Shunday katta kartada esa juda ko'plab joylarga kirish mumkin. Har xil qo'shimcha topshiriqlarga ham to'lib yotibdi. Ularni esa xohlasangiz o'zingiz bajaring yoki do'stlaringiz bilan ham birlashishingiz mumkin. Chunki Unity'ni onlayn 4 kishi o'ynashi mumkin. Bu albatta ko'pchilik muxlislarni e'tiborini tortgan. Tasavvur qiling, 4 ta do'stlar assassin sifatida har xil topshiriqlarni birgalikda bajarasizlar. Birodarlik, viva la revolyusion! Undan ham hayron qolishga arziydigan fakt, bu o'yin bir vaqtning o'zida 30 mingtagacha NPC'larni paydo qila oladi. Yana bir marta takrorlayman. Ular shunchaki kartani to'ldirmaydi, ular o'z hayoti bilan yashaydi. Xarita juda katta va atmosfera inqilob davrini ideal darajada yetkazib beradi. Aynan o'sha davrni his qilishingiz uchun ham Unity'da otlardan foydalana olmaysiz. Buni o'yindagi plus ham, minus ham deyish mumkin. Bir qarashda bu katta kamchilik. Uzoqroq lokatsiyaga borishingiz uchun siz juda ko'p binolarni oshib o'tishingiz, tinmasdan yugurishingiz kerak. Lekin buni yaxshi tarafi, siz aynan o'yin atmosferasini 100% his qilasiz. Agarda sizda ot bo'lganda aniq o'yindagi detallarga e'tibor bermasidingiz. O'yindagi yagona transport oyoqlaringiz bo'lgandan keyin uni parkur tizimiga ham alohida e'tibor berishgan. Unity'dagi parkur oldingi qismlardan bir necha barobar yaxshiroq ishlaydi. Hamma binolarga tirmashib chiqish mumkin va bir binodan boshqasiga sakrab o'tish ancha qulay. Ayniqsa ko'pchilik Arno binolar orasida sakraganda plashining xirpirashidan kayf qilishgan. Unity'ning yana bir unikal tarafi shundaki, personajning kiyimidan tortib qurollarigacha har biri o'z ustunliklariga ega. Qimmatroq sumkaga yaxshiroq bosh kiyim oladigan bo'lsangiz, Eagle Vision bilan yanada uzoqroqni tahlil qila olasiz. Yaxshiroq qurol bilan dushmanga kattaroq HP berasiz. Qimmatroq remen bilan ko'proq qurol solib yurishingiz mumkin. Xuddi shunday oyoq kiyim ham sizni sezdirmasdan harakatlanishingizga ta'sir qiladi. Xullas, faqatgina berilgan default kiyimlarda yurmaysiz. Boshdan oyoq o'zingiz xohlagandek kiyinishingiz mumkin. Hattoki ranglarni ham o'zingiz tanlaysiz. Ha, bu narsa Assassin's Creed 2 da bor edi va o'sha seriyadan boshlab qilingan, lekin Unity'da albatta bu narsa takomillashtirilgan, yana ham yaxshiroq bo'lgan va o'ynab ko'rib o'sha nostalgiya bo'ldi-da, qanaqadir o'sha paytlarga qaytgandek va o'sha narsani yana ham yaxshiroq variantini his qilgandek bo'ldik biz hammamiz. O'yinni bir vaqtning o'zida ham qiziqarli va murakkabroq qiladigan nuqtasi, bu jang qilish uchun endi hech qanaqa avto counter attack yo'q. Hammasini o'zingiz qilishingiz kerak. Oldingi seriyalarga o'xshab NPC'lar o'lish uchun o'z navbatini kutib turmaydi. Birgalashib hammasi hujum qiladi. Tabiiyki, bu sizda vaziyatga to'g'ri baho berish, iloji boricha haqiqiy assassindek hujum strategiyasini tuzib chiqishga majburlaydi. Tutunli bombalardan foydalanib, raqiblarni birin-ketin sezdirmasdan yo'q qilishga urinasiz. Ko'rinmaslik bu assassinlarning qurollaridan biri. Undan tashqari qo'shilgan yangi qurol Phantom Blade ham missiyalarni bajarishga juda katta yordam beradi. Uni ham ikki xil turi bor. Birinchisi oddiy o'q otsa, boshqasi zaharlangan o'q otadi va dushman o'zini yo'qotib qo'yib, o'zinikilarga hujum qilishni boshlaydi. Qisqa qilib aytganda, Unity faqatgina yuqori grafikasi bilan emas, balki atmosferasi, jang sahnalari va yana qo'shimcha imkoniyatlari bilan ham maqtana oladi. Hozirgi kunga kelib yaxshi o'yinlar juda ham ko'p, lekin aynan o'sha davr, yangi davr haqidagi yaxshi o'yinlar juda kam. Ularning eng yaxshisi sifatida qo'rqmasdan Assassin's Creed Unity'ni ko'rsatish mumkin va u franshizaning eng oxirgi assassinlar haqidagi seriyasi. Chunki shu seriyadan keyin ijodkorlar video boshida aytganimdek, keragidan ortiq o'y xayollarga erkinlik berib yuborishdi. Assassin's Creed o'zligini yo'qotib qo'ygandek. Research qilayotgan payti IGM kanalining ham Assassin's Creed haqidagi videosini ko'rdim va o'sha yerda bitta qiziqarli fikr eshitib qoldim. Bir paytlar Ubisoft hammaga yoqqan o'yini Prince of Persia'dan voz kechib, aynan Assassin's Creedga asos solishgan edi. Shundoq ham hammaga yoqayotgan o'yinni tugatib, yangi proyekt ustida ishlash katta risk va shundan Ubisoft qo'rqmagan.
lekin hozir ularga shu jasorat yetishmayapti. Ha, men ham shu fikrga qo'shilaman. Bir marta damlangan choyi qayta damlashdan foyda yo'q. Baribir o'z ta'mini yo'qotadi va Ubisoftga qanaqadir mana shunaqa revolyutsion jasoratli qahramonlarcha bir o'zgartira oladigan yangicha proyekt yetishmayapti. Bo'lmasa hamma narsa sekin pastga qarab ketaveradi. Nima ham derdim, Unity yaxshi o'yin, lekin o'sha chiqqan paytidagi baglar va kamchiliklar biz u o'yinni yomon qabul qilishimizga ta'sir qilib qo'ygan va men har doim tushuna olmayman, aqlimga sig'maydi o'sha o'yin 2014-yil chiqqaniga. Meni tasavvurimda 2017-yilda chiquvdi shekil o'yin deyman-da, mana shunaqa qolib ketgan. No, o'sha payt uchun shunaqa baglar bilan, kamchiliklar bilan chiqib, mana oradan 11 yil o'tib ham haligacha ko'pchilik yomon o'yin deb hisoblaydi, lekin yillar o'tib uni to'g'rilashgan va qanaqadir yangi o'yin o'ynamoqchi bo'lib yurgan bo'lsangiz, playlistingizga albatta qo'shib qo'ying. Sizlar bilan APG loyihasi va o'zbek YouTube'idagi eng kelishgan hamda eng kamtar bloger Kunduzi edi. Sog' bo'ling, salomat bo'ling, ehtiyot bo'ling.